vücudunu shunday holatga keltiradiki, eri undan ko'rib to'ymaydi. Ana shunda soliha ayol erini yo'lda urgan ayollar, ko'chada boshqa erkaklar, erkak boshqa ayollarga qaramaydi deb qoladi. Bugun kunda uning teskarisi bo'lyapti. Ya'niki o'z uyida o'z eriga jamolini ko'rsatmagan ayol qizlarimiz ko'cha kuyida nomahram erkaklarga shunday jamollarni ko'rsatib qo'yadilarki, nomahram erkaklar na'uzubillah Alloh panoh berib ta'ma qilib qoladigan shaytoniy ta'malar ko'payib ketdi. Yoki to'y andozalariga, har xil ma'rakalarga borsalar, juda ajoyib go'zal bir liboslarni kiyadilar, uyga kelganda bir aftoda hol, erlari uchun bir ko'rimsiz holatda bo'ladi. Bu haqiqat azizlar. Bu haqiqatni o'zimiz his qilaylik. Qizlarimizga, singillarimizga, yaqinlarimizga aytaylik, opajon, singiljon, qizim, eringga chiroyli ko'ringin. Tilingda ham shirin suxan bo'lgin, amalingda ham shirin suxan bo'lgin. Go'zal liboslarni kiygin, ering kelganda yaxshi kutib olgin, ishga ketayotgan yaxshi jo'natgin. Ana shunda bardavomli bo'ladi turmushing. Ering sendan boshqa ayolga ko'z ham tashamaydi, ko'z qiri ham tashamaydi. Boshqa ko'cha kuyda hech biri bilan ilakishmaydi. Chunki sen uyingda uni yo'ldan urib qo'ygansan. Uyingda uning uchun hamma sharoitni qilib bergansan. Ana shunday holat bo'lsa, endi ko'cha kuyda erkak kishi boshqa narsa alanglasa, endi u erkak kishining o'zining tabiatining buzuqligidan. Ammo ayollarimiz o'zlarining uylarida erlariga ana shunaqa solihalik maqomini paydo qilib qo'ymasalar. Ya'ni jami yaxshiliklarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'rif berganlaridek, so'zlarida ham, amallarida ham